Bu mashqlarni har kuni bajarsangiz, ingliz tilida ravon gapirishni boshlaysiz. Birinchisi songs challenge, ya'ni qo'shiq orqali mashq qiling. Misol uchun, I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Beautiful and sweet. Ikkinchisi home tour, ya'ni uyda ekskursiya o'tkazing. This is my living room. Here I love to drink coffee and watch TV. Har kuni yangi xona va yangi buyum haqida gapirishga harakat qiling. Uchinchisi ask questions, ya'ni savollar so'rang. Misol uchun, what am I doing? Nima qilyapman? What am I gonna do? Nima qilmoqchiman? Yoki what have I done? Nima qilib qo'ydim? What have I done? Siz bu usullardan qaysi birini sinab ko'rmoqchisiz yoki sinagansiz? Izohlarda yozib qoldiring.